Qarali kelmagan pulchaklarni ilib setishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Bozorlarda chek sotadiganlar bor ekan. Masalan, 3 oydan keyin pulini topshirib olg'ili bo'ladigan chekni hojatmanlar arzon sotadi ekan. Uni sotib olib, mal olganda pulining o'rniga chekni bersak foyda chiqadi ekan. Bunday qilsak jazoni bo'lamdi bo'lmamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qarali kelmagan chekni o'xshash turdagi pulga arzon bahoda, masalan, 3 oydan keyin 1000 turk lirasi topshirib olg'ili bo'ladigan chekni 900 turk lirasiga naq sotgan ahvolda chekdagi pulning nesi bo'lganligi jihatdan bir qat, naq pulning chekdagi puldan oz bo'lganligi jihatdan yana bir qat jazoni shakllanadi. Bu ishning jazoni bo'ladiganligi aniq. Chekning ma'lum persent qimmatini tutib qolsa-mu o'xshash. Lekin qarali kelmagan chekni bir do'sti yoki yaqiniga bersa, yaqini uni o'xshash qimmatda naq pulga almashtirib bersa, masalan, 3 oydan keyin 1000 turk lirasi topshirib olg'ili bo'ladigan chekni naq 1000 turk lirasiga almashtirib bersa, garchi bu ish almashtirish shaklini olgan va chekdagi pul nesi bo'lgan bo'lsa-mu, buningdan foyda olish yoki almashtirish emas, qiyinchilikni hal qilish maqsad qilingan bo'lg'achqa, bu muomala mohiyatida chek egasiga pul qarz berish bo'lib joiz bo'ladi. Chunki muomalalarda mazmun va maqsad asos qilinadi. Chek o'xshash turdagi nesi pulga o'z qimmatidan arzon sotilgan taqdirda, masalan, 3 oydan keyin 1000 dollar topshirib olg'ili bo'ladigan chekni 900 dollarga 1 oydan keyin pulini berdiganiga satsa, beradigan pul oz bo'lganlik jihatdan bir qat, nesi bo'lganlik jihatdan yana bir qat jazoni shakllanadi. Yuqoriroq bahoda 2 oydan keyin pulini berdiganiga satsami, chekdagi pul oz bo'lganlik jihatdan o'xshashli jazoni shakllanadi. Ammo boshqa turdagi pulga, ya'ni 3 oydan keyin 1000 dollar topshirib olg'ili bo'ladigan chekni 5000 turk lirasiga naq sotgandimi, chekdagi pul nesi bo'lganlik jihatdan jazoni shakllanadi. O'xshamagan turdagi pulga nesi satsami bo'lmaydi. Chunki bu ahvolda chekdagi pulmi, setilgan pulmi har ikkisi nesi bo'lganligi jihatdan 2 qat jazoni shakllanadi. Bu ahvollarda jazoni shakllanishining sababi shuki, oltin, kumush va qog'oz pullarni o'z turiga setishda naq-munaq va tang-mutang bo'lish sharti tepilishi kerak. Bu shartga rioya qilinmagan ahvolda jazoni shakllanadi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oltinni oltinga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Kumushni kumushga tang-mutang bo'lmasa sotmanglar. Birini yana biridan ortiq qilmanglar. Onun nesesini naqdga sotmanglar degan. Bir turni boshqa turga, ya'ni oltinni kumushga, dollarni turk lirasiga sotganda naq-munaq bo'lishi shart. Tang-mutang bo'lishi shart emas. Bu vaqtda olimlarning ijmosi bor. Imom Ibnul Munzirmi bu vaqtdagi ijmoni shundaq naql qilgan. Men biladigan ahli ilmlarning hammasi ijmo qilganki, pulni pulga almashtirgan ikki taraf pulni qo'liga topshirib elishdan burun bir-biridan ayrilib ketsa, bu pul almashtirish savdosi batildir. Bundaq muomalalar chek egalarining eng tez vaqtda naq pulga bo'lgan ehtiyojidan foydalanishni o'ylaydigan jazonaxo'rlarning iymonining susliqidan, jazoniga o'xshash cho'ng va halokatga aparg'uvchi gunohlarning oqibatidan qo'rqmaganligidan bo'ladi. Alloh taolo jazoni yeydiganlar qiyomatda saranliqdan shayton so'qiyotgan odamlardekli qo'bidi. Bu ularning ilm setim jazoniga o'xshash deganligidandir. Allah ilm setimni halol qilib, jazonini harom qildi. Shunga kimki Parvardigori tarafidan vaz-nasat kelgandan keyin bo'ldi qilsa, burun olg'ini o'zining bo'ldi. Uning ishi Allohga qoladi. Kimki jazoni qilishga qaytadigan, ana shular do'zax ahli bo'lib, ular uningda mangu qolg'uvchilardir, degan. Bu turlik muomalalarning cheklanishida nurg'un hikmatlar bo'lib, bu hikmatlar iqtisodshunos olimlarga ayon. Bu hikmatlarni ixchamlasak, chekni nesi setish hojatmanni tar yerda qistab bo'zak etish bo'lib qolmay, pulning paqallashishini keltirib chiqardi. Chekni boshqa turdagi pulga sotgan taqdirda, chekdagi yoki boshqa turdagi pulning qimmati o'rlab ketib, sotquchi yoki olg'uchi og'ir ziyonga uchrashi, ikki taraf oyog'i chiqmas tarash-tortishlarga kirib qolishi cho'ng ehtimol. Keyincha chekdagi pulni saq topshirib ola olishidimi noma'lumlik bo'lishi mumkin. Hammadan xatarlik bo'lgani ikki taraf jazoni yeguvchi va yegizguchilar qatoriga kirib qolishidir.
Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jazoni yeguvchiga, yegizguvchiga, yozg'uvchisiga va uning ikki guvohchisiga la'nat qilib, ularning hammasi barobar degan. Chekni nesi yoki naq setishning hukmi yuqorida bayon qilganimizdek bo'ladi. Lekin qo'lida qarali kelmagan chek bor kishi u chekka pul va oltin kumushdan boshqa kiyim-kechak va oziq-tulikka o'xshash turli tovar mollarni sotib olsa bo'ladi. Tovarlarni chekka sotganda tovar bahosi naq bahodan yuqori bo'lsa joiz. Tovarmi nesi bo'lsa ham joiz. Chunki tovar savdosida pul yoki tovar naq bo'lishi shart qilinmaydi. Agar qarali kelgan chek shaxsiy chek emas, bankaning cheki bo'lsa, chekdagi pulni shu soatda bankadan olaoladigan bo'lsa, buning uchun boshqa bir to'salg'u bo'lmagan ahvolda bu chek pul o'rnida turadi va chekni o'z qimmatidagi o'xshash turdagi pulga, ya'ni $1000 chekni $1000 yoki boshqa turdagi pulga tegishsa bo'ladi. Uningga tovar mollarni sotib olsami bo'ladi. Qarali kelgan shaxsiy chekka banka kepil bo'lsimi o'xshash. İslam Fiqh Akademiyasining 84-numurliq qarorida mundaq kelgan. Oltin kumushni banka kepil bo'lgan shaxsiy chekka shu so'rinda naq sotib olish joiz. Chekning pulini shu soatda bankadan topshirib olishga biror to'salg'u bo'lmagan ahvolda boshqa banka va sarrafxonalar chek egasiga vakil sifatida chekning ma'lum persentini, masalan 1%ni ish haqqiga tutib qolib pulni naqlashtirib bersa bo'ladi. Vaqti o'tib ketganlikdan pulni olg'ili bo'lmaydigan cheklarni setish harom bo'ladi. Bu jazoni bo'lganlikdan ham chekning pulini ola olishida noma'lumlik bo'lganlikdan harom bo'ladi. Bundaq cheklarni pulini olib berganlarga munchalik pul berman deb deyishib, pulini elib bera olsa, deyishgan pulni mukofot bersa joiz bo'ladi. Hanafi va Maliki mazhab olimlarining qarzni raniga qo'ysa bo'ladi degan qarashiga asosan qarzni qaytarmasligiga qarz egasi xotirjam bo'lolmasa bank chekini raniga olsa bo'ladi. Chunki chek turli qonun va belgilamlar bilan haq huquqni qo'g'dab qolishga yaraydi. Agar qarzni vaqtida to'lay olsa, chek o'z egasiga qaytadi. Vaqtida to'lay olmasa, rani olg'uchi chekdagi puldan haqqini olib olsa bo'ladi. Oxirida deydiganim shuki, haloldan rizq tepishning yo'llari intayin ko'p. Har bir kishi onasining qo'lsig'ida putilgan rizqiga cho'qim erishadi. Hadisda kelganidek, har bir inson rizqiga to'liq erishmaguncha bu dunyodan ketmaydi. Shunga Allohdan qo'rqinglar va pulni halol, yaxshi yo'llar bilan tepishga tirishinglar. Rizqning tiz qo'linglarga kelmaganligidan Allohga itoatsizlik qiladigan ishlarda mol-dunyo tepish ko'yida bo'lmanglar. Chunki Allohning huzuridagi rizqqa faqatla uningga itoat qilish bilan erishgili bo'ladi. Janobi Alloh hammamizni jazonidan va harom kirimdan yiroq qilsin. Halal pak rizq va barakat ato qilsin. Amin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.